assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Meni ismim Azizbek, familiyam Fayzmatov. Yoshim 15 yoshdaman. 15. Kursni qayerdan eshitib keldingiz? Kursni Instagram orqali kuzatib, shaharga keldim keyin. Kursga kelishingizga kim sababchi bo'ldi? Kursga kelishimga avvalo ota-onam sababchi bo'ldilar. Kursga yozilishdan oldin IT bilimlaringiz bo'lganmi? IT bilimlarim deyarli bo'lmagan. Shikka o'quv markaziga kelib, avvalo kompyuter savodxonlik kursida o'qidim. Undan keyin web dasturlash front-end yo'nalishida o'qiyapman. IT sohasida sizga eng katta ilhom berib turuvchi kim yoki nima? Misol uchun mana kimlardir uyda ota-onalari xohlashadi, shuni o'rgan o'g'lim. Nima qilishadi yoki kimlardir o'zi mana shu birorta dasturni noldan yaratib turib, nima qilsa shundan energiya oladi. Sizda qanaqangi holat? Men shu saytlar yaratishga juda ham qiziqaman. Saytlar yaratganimni o'zim masalan dars mobaynida har xil saytlar bilan ishlab ko'ramiz. O'shanda men o'zim motivatsiya olaman, o'zim maza qilaman. IT sohasida sizda daromad olish nechinchi o'rinda turadi? Hop, daromad avvalo ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda o'suvchan soha tanlash. Ya'ni IT sohasi kelajakdagi o'sha o'suvchan soha, ya'ni kelajagi bor soha. Kurs davomida sizga eng katta qiyinchilik nima bo'ldi? Hop, eng katta qiyinchilik kodlarni eslab qolish va ularni o'sha typelarini, atributlarini to'g'ri ishlatish. Ya'ni ularni turlarini to'g'ri ishlatish, mashinalar. Kelajakda mana shu IT yo'nalish, IT sohasida yana o'qimoqchimisiz? Albatta, Xudo xolasa o'qiymiz. Hop, nima deb o'ylaysiz? IT sohasida diplomda bo'lishi qanchalik ahamiyat kasb etadi? Meni o'ylashim bo'yicha ahamiyati yo'q. Diplomda yo'q, ahamiyati yo'q. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? O'ylab o'tirmasdan IT laynga kelishlarini tavsiya qilaman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Men Abdurahimov Azizxon. Men Yayban shaharchasidan, O'zbekiston tumani. Dasturlash kursini IT Line o'quv markazini siz qayerda eshitib keldingiz? O'rtog'im shekki kelardi. O'sha o'rtog'imga qiziqib men ham keldim. O'rtog'ingiz ham o'sha dasturlash kursiga kelisharmidi? Xo'p, kursga kelishingizga kim sababchi bo'ldi? Kursga kelishimga birinchi o'rinda uydagilarim shu qanaqangi qiziqib ko'rdi deyishadi, shunga qiziqib keldim. O'rtog'imni surishtirganimda o'rtog'im shekki kelarkan, birga keldik. Uydagilardan aynan kim sizni shu dasturchi bo'lishingizga turtki berishgan? Xo'p, kursga yozilishdan oldin IT bilimlaringiz bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Savodxonlikdan boshlab qo'ydim. Kurs davomida sizga eng yoqqan mavzu qaysi bo'lgan? Eng yoqqan mavzu hammasi yoqyapti. Eng yoqqan hammasi yoqyapti. Hammasi yoqadi. Mana o'qish jarayonida misol dasturchilarda bo'ladi. Wow deydigan holat bo'lib qoladi. Misol uchun kodingiz o'xshab qoladi yoki bir narsangizni o'xshata olamanmi, yo'qmi deb bir taxminan qilib turasiz, lekin o'xshab qoladi. Shunaqangi holat sizda bo'lganmi? CSS mavzusida hali display grid bor, o'shanda joylashtiradi. Elementlarni joylashtirishda o'shanda yaxshiroq tushunganman, yaxshiroq anaqa qo'yganman-da. Ana shuncha yoqadi menga. Kurs davomida eng katta qiyinchilik siz uchun nima bo'ldi? Aynan dasturlash sohasini o'rganayotganingizda. Qolgan o'rganish bo'yicha o'rganishlar hammasi yaxshi. Kursni misol uchun 8 oy o'qidingiz, 8 oy. Shu vaqt ichida siz nimalarga erishdingiz? O'sha brauzerda front-end elementlarni chiqarib berishlarni o'rgandik. Hozir olcha saytida ishlayapmiz, uni proyektini yasayapmiz o'zimiz. Kelajakda mana shu IT sohasida ketish niyat bormi? Hozir shu sohada bormoqchiman oxirigacha. Xo'p, mana IT sohasi ham turli xil yo'nalishlarga bo'linib ketgan. Sizga aynan qaysi sohasi aytadi? Dasturlashni front-end sohasida. Front-end sohasi. Demak, front-endni yana kelajakda olib ketish niyatmi yoki yoniga yana back-end yoki shunga o'xshash nimalarni ham qo'shishmi? Iloji boricha qo'shishga harakat qilamiz. Bo'lmasa o'sha front-endda. Xo'p, kursga yozilmoqchi bo'lgan o'zingizni tengdoshlaringizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
o'qisin. Sharoitlar yaxshi. Bu yerda masalan noutbuki bo'lmasa ham, mana shu yerda dars qilishga sharoit yaratib berishar ekan. Agar bilmasa, soatxonlikdan noldan boshlab o'rgatishar ekan. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Yusufjonov Ulkanjon, yoshim 15 yoshdaman. Kurs haqida qayerdan eshitib keldingiz? Shu ko'chalarda IT Line o'quv markazi degan reklamalarni ko'rib eshitib keldim. Kursga yozilishda sizga kim sababchi bo'ldi? Kursga yozilishda avvalambor ammam sababchi bo'ldi va keyin otam sababchi bo'ldi. Kursga yozilishdan oldin o'sha kompyuter savodxonligi bilimingiz bo'lganmi? Savodxonlikdan to'g'risini aytsam bilimim bo'lmagan. Keyin bu yerga kelganimda dasturlashni kodlarini tushunmaganman. Bu yerdagi akalar aytganki, savodxonlikni o'rganing degan. Mayli deb savodxonlikni o'rganganman. 2 oy kurs bo'ladi savodxonlik. Kompyuter savodxonligi. Undan keyin dasturlash nimasiga o'tdingiz? Dasturlash qismiga o'tdim. Hozir dasturlashni qaysi sohasida o'qiyapsiz? Qaysi yo'nalishida? Dasturlashni web dasturlash front-end degan qismida o'qiyapman. Kurs davomida sizga eng katta qiyinchilik bo'lgan narsa nima bo'ldi? Kurs davomida shu kodlarni saqlab qolish, miyada o'sha kodlarni yodlash qiyinchilik bo'ldi menimcha. Dasturlash jarayonida siz nimadan motivatsiya olasiz? Dasturlash davomida men o'sha kodlaridan, misol kod chiqsa, bunday ma'nodan qilgan ishlaringiz ko'rinadi, shunaqalardan ilhomlanaman, qiziqish yanada oshiraman. Dasturlash sohasini ya'ni kelajakda olib ketish niyatingiz bormi? Albatta bor. Dasturlash sohasini Xudo xolasa o'rganib olib, ingliz tilini o'rganib, chet elda malakani oshirib, 5-6 yil o'qib, O'zbekistonga shu foydam tegib, dasturlash bo'yicha O'zbekistonni ko'kka ko'tarmoqchiman. Kursga yozilmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Kursga yozilmoqchi bo'lgan o'rtoqlarimga tezda bu yerga kelsin, o'ylanib ham o'tirishmasin, chunki bu yerda ustozlari juda malakasi oshirilgan ustozlar, yerga kelib o'rganishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Men So'rayev Jasurbek, yoshim 17 yoshda. Hozirda IT Line nimasida o'qiyman. IT Line o'quv markazini qayerda eshitib keldingiz? IT Line o'quv markazini televizor orqali eshitdim. Shu keyin kelib ko'rdik. Hozirda o'qiyapman. Kursga kelishingizga asosiy sababchi kim? Onam bo'lishganlar. Onam olib kelishgan. İşte hozir o'qiyapman mana. Xo'p, kursga yozilishdan oldin IT bilimlaringiz bo'lganmi? Yo'q, IT Line nimasida bo'lmagan. Savodxonlik orqali hozir IT Line nimasida o'qiyapmiz. Oldin bo'lmagan lekin. Kompyuterda bilganman, lekin IT nimasida yo'nalishda bilmayman. Ma'lumotingiz bo'lmagan. Kurs davomida sizga eng yoqqan yoki eng bir qiyinchilikka duch kelgan holatlar bo'lganmi? Hozirda qiyinchilikka duch kelganim yo'q. Lekin hozir hammasi yaxshi. O'rganib kelyapman, hammasidan yaxshi o'tib kelyapman hozir. Sizni bugungi darajaga olib kelgan eng katta ichki motivatsiya nima deb o'ylaysiz? Kelajakda yaxshi dasturchi bo'lib, yaxshi katta domla bo'lib, yaxshi nimalarda o'quvchilarni chiqarib yetirish. Kelajakda mana shu IT sohasida ishlamoqchimisiz? Xudo xolasa ishlaymiz aka. IT sohasini shu yo'nalishlari ko'p. Siz hozirda qaysi yo'nalishda qilyapsiz? Front-end. Ya'ni kelajakda boshqa nimalarni ham qo'shish niyat bormi yoki front-end o'zida? Yo'q, qo'shamiz. Hali ko'pini qo'shamiz. Kursga yozilmoqchi bo'lganlar uchun qanday maslahatlar berasiz? Hop. Kursga kelinglar, yaxshi nima o'qish kerak hozir. Yaxshi o'qib, yaxshi nima qilib o'qishlarga topshirib, yaxshi odam bo'lib yurish kerak, yaxshi inson bo'lib. Dasturlash kursi haqida qanday fikrdasiz? Yaxshi, mening fikrim a'lo darajada. Yaxshi o'qiyman, hozirda yaxshi o'qitishyapti ham.